Bugungi manzilimiz Toshkent shahri Yunusobodda, Katta Hasanboyda yo'l yuzida joylashgan uyimizning video obzorini qilib beramiz. 2 etaj, 6 ta xona, 4 ta sanuzelga ega. Shunaqa go'zal qilib remont qilib qo'yilgan, avtorskiy proyekti bitirilgan. Yo'l yuzida joylashgan, oldi tarafida katta bog' bor, atrofida barcha qulayliklar mavjud. Suv, gaz, svet, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q. Uyimizga kirish qism, kirganingizda ikki taraf zeleniy zona bo'ladi. Naturalniy traventindan qilib qo'yilgan fasadlar juda ham chiroyli, go'zal chiqqan. Avtomatik darvoza qilingan, bemalol bitta mashina sig'adi. Uyimizga kirish qism, kirganingizda xonadonimizning ichiga chap tarafimizda katta hol joylashgan. O'ng tarafimizda oshxona, bu yoq tarafimizda spalniy, zal, birinchi etajda umumiy sanuzel joylashgan. Spalniyimizning o'zining ichida sanuzelga ega. Ikkinchi etajga chiqqanimizda 3 ta xona joylashgan. Chap tarafimizda spalniy, spalniy ichida o'zining sanuzelga ega. Bu yoq tarafimizda bitta katta xona yana. Bu yoq tarafimiz ikkinchi etajda umumiy sanuzel joylashgan. Bolalar yotoqxonasi, detskiga mo'ljallangan xona. Bu o'timizda divanli zona qilib kofe ichib o'tiradigan joy qilib qo'yishgan. Manzarasi juda ham chiroyli, ko'rinishi oynadan panoramli oynada qilingan. Uyimizning narxi $230 ming, yana kelishadigan joylari bor. Ozgina sunnatiga o'tib beriladi.